Azqalar mana Shved moli. Mana ko'ryapsizlar, turishini 6-raqamda edi. Mana sütkalari. Bu narxi qancha deyapsiz? Narxi qancha? 35 ming muomalasi bor. Mana bizov azqalar. Mana bizovchasi. Bola simental ekan, ho'kizcha ekan bolasi. 35 ming so'm muomalasi bor azqalar. Ikki sir olgan odamga bir buzov padarka. Ikki sir olgan odamga bitta Sir olgan odamga bir buzov padarkasi bor. Ha, mana shunday ikkita olsa, Buzov. bozor Karpatni. Ikkita sir olganga bitta buzov padarka ekan azqalar. Bundakisini ham eshityapsizlarmi endi? Mana aksiya. Ha. Nomer telefon bormi? 905 55 77 51 WhatsApp bormi? WhatsApp bor. Mana azqalar o'zingiz ko'ryapsiz, mol chotga mol. Yana ham ko'rsatayim sizlarga. Sharolar oldidan. Buzov 9 kunlik. Buzov 9 kunlikmi? Azqalar 9 kunlik buzov deyapti. Ko'ryapsiz, qarib 1 oylik o'zimizni mesni buzovlarga o'xshab turibdi. Xo'sh bo'lsin. Issiqlarga chidaydi. Ha, issiqqa chidamlimi? Uyga va kansani qo'yish kerak emasmi? Bu Qirg'iz. Qirg'izistondan kelgan Shved moli ekan azqalar. Issiqqa chidaydi aka. Kansanlar ventilyatsiya qo'ygan. Ha. 35. Nechi pul bo'ldi mana shu? Naka? 18 bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Ha. 18 ming so'm, hajda hozir so'm bo'ladi. Savdo qilyapti. Bu kunojin qancha bu, tog'a? 9 ming nima bu? Kunojinmi? 9 qancha? 9 ming. Bunisi-chi? Bunisi 10 ming. Oldingizmi aka? Necha bo'ldi aka? 16? 16 mingga olibdi hozir. Shonza hozir xaridyapman. 16 ga. Ha işte. Şahlaydı bir öyle. Şahlaydı bir öyle. Ha, hech. Reis Popli'ye ko'z gapiring. Nechaga? Sen men gapirmayapman. Aka siz gapirasiz. Yo'q, men gapirmayapman. Men gapirmayman. 18 yarim. 18 yarim qilyapti. Kelin men gapiryapman. Olayım. Ama sen ham kesh. Qimmatga. Mana olyapsiz. Olayım. Ha. Baraka qilamiz. Yaxtiyam qo'yib. Yo'q, men nima kerak? 18 yarim bo'lmayaptimi? 18 bermayaptimi? Necha deyapti o'zi? 20 ming, 5000 bo'lmagan. Hajda 50 nado deysan. Mana bu yerdan qissalar bor ekan. Ha, necha bo'lyapti o? 11 ming so'm. Yozda hozir so'm bo'ladi. Sizdan qanday? Necha pul bo'lyapti oğlum? 12. 12 ming so'm, 9 da hozir so'm bo'ladi. Aka bozor nechi qildi shuni? 10.900 ha. 9 da menga 10,000 nihsat bozorkada. Bu qachilar qancha maydalar? Qanchadan ular? 11 ming so'm. Nu hozir bozor qismi tursa. 9 ming bilyapti bozor. Bozor 9 ming so'rayapti, 10 ming deyapti. Ha, 9200 bu, 9 ming bunisini ha. Bular bir yashar bo'lganmi bular? Yo'q, bir yashardan balandroqda. Ha, 2 ga chiqmaydi. Bularmi? Bular qancha ekan?
Bular qanchadan bo'lyapti? 14 ming. Bozor necha qildi? Bozor. Sizga yo'qmi bozor? Bozor qancha qildi? Chorda azormaga oladi. Mol olyapsiz aka. Mol olyapsizmi? Ha, mol olyapsizmi? Qaysidan olyapsiz? Yo'q, baylaga. İzleyapsizmi? Aka necha pul bo'lyapti aka sizga? 25 ming so'm. 25,000 so'm ekan. Bu bolasi yo'q ha? Qisir mol ekan, lekin zo'r mol ekan. Katta mol ekan. Qayerdan olib aka? 8-mi? Telefon nomeringiz bormi? Necha? 909 15 18 80. Ha, 0880. 905 Yok 909 909 15 15 0880. 0880. WhatsApp bormi shu nomerda? WhatsApp'im bor, azizlar, katta mol ekan, 25 ming deyapti, kelishtirib muomalasi bor. 8-marta mol. Yosh mol ekan azizlar. Yosh mol. O'sha kallasidan ma'lumda, qari yosh ekan. Yosh mol. Bular nechi bo'lyapti bular? Yena bolalar. 18 ming so'm. Ajda so'mon beradi. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Bolasi o'qishsan, bunojimi? O'qishcha. Suti qanday? Suti? Sütü 7 litr sütü var. 7 litr ertan oqshomga. Qayerdan moli bu? Maşinaniki. Mashina. Nomer telefon bormi? 98 58 58 58 53 53. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, yana bolalar bor. Telefon qilasizlar. Mashinani moli. Nima qancha deyapsiz buni? Nechta bo'ldi aka? Brat. Spesiallar qo'yib turibdi. Qancha deyapti uni? Nega ha demaysiz? Mol nechi deyapti buni? Mo'man shuna video. Sizda olgan molingiz olyapti. 30 ming so'm. Nechinchi bolasi bu? 5-bola. 5-bolasi ekan, azizlar, mana. 30 ming so'm. Katta mol ekan. Nechi pul bo'lyapti yana bola? 15 deyapmiz. 15 ming so'm. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. 15 ming so'm, 15,000 so'm. Nechi pul bo'ldi bu? 18 ming so'm chiqadi. Yana bola. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Suti qanday bu? 6 litr beradi. 6 litr kuniga bor. Ertan oqshomga. Bular qancha bo'lyapti? 18 ming. 18 ming so'm, ajda azor so'm bo'ladi. Seyir soati bor shu. Voy. Ajda azor so'm bo'ladi. Sen süt 8 ta suti bor. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. Sho'rim boshqa shu. Ha, zakaz qilganlarga qanday? Zakaz qilganlarga top berasizlarmi? Nomer telefoni bormi bu yoqda? Ha, bor. Aytsangiz? 907 22 89 49 ha? WhatsApp bor. Bor, WhatsApp bor, rasmini ham tashlaydi. Lo'boy xildasi nima bo'lsa, olib kelib berasizmi? Azizlar, mana 16,600 ga sotilibdi mana shu. Chiroyli mol ekan mana. 16,600 ga sotilibdi. Yana bola. Mana shunday agar mollarga topib beradi. Heyla bolasi. Mana bolasi bo'ladi. Mana bu o'zi sotdi. 16,600 ga ketdi, heyla bola. 600 ga berdim mana. Ha? Assalomu Ha, shu ikkita seyirimda ham bor. Oldim ular. Vobshe zo'r seyir, ana qora seyirning 10 litr suti bor. Qorani 10 ta, buni sotdim. 16,700 bo'ldi.
16700 ga bunu sotdi. Bunun bolasi bor. Qizlar mendan. Qizlar 5 ta sana sersam. gabi osh bo'lsin. Bu garanti. Mol barakat qilib yana oladi. Ha, gabi. Mana Rossiyada. Mana shu qora sir shu kanka bo'ladi. Keyin mana bu. Mana bu hammasi yosh xonojinchalar ekan azizlar. Kimga kerak bo'lsa mana hozir aytib o'tgan nomerlarni yana bir aytib o'tamiz. Yana bir nomerni aytib o'shyapti. Mustafadan oldi. 907 22 89 49. Azizlar WhatsApp nomeri bor. Murojaat qilasizlar. Kelishtiradi. Qo'ylar qanchadan? 3000 dan deyapman. 3000 so'm. Sezda so'm. Qo'zlar demadimi? Yo'q. Endi yetib olamiz. Ko'tara savdo deydi. Ko'taraman bu. Qo'zlar qancha bo'layapti? Qo'zlar 28 aka. 28 dan. 2800 so'mdan azizlar. 2800 so'm. Optimmi bu? Optim olindi. Ha, oldingizmi? 109 ta. 109 ta. 28 dan. Alhamdulillah. Opti azizlar. 2800 xarid. Alhamdulillah. Qancha bo'ladi bu? 7000 Vikoni. Mars. Ha, fazoka desa har şey. Sevni Mazuri. Neyse. Bunu çıkarıyor. Qo'zlar qanchadan bo'lyapti? Necha puldan deyapti? 2000 dan beri saylab oldim. Ha, 2000 dan saylab olishdi. Azori Chindami kerak. Azori Chindami kerak ekan. Qo'zlar qanchadan bo'lyapti? Ular 24 dan 23 dan. 24-23 dan chiqadi. Yana arzon bo'ladi. Yana arzon bo'ladi. Gaz bor. Qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? O'zlar 2,5 dan. 2,5 dan. Do azori 500 barobar. Mana shu. Qanchadan qo'ylar? Qo'zlar qancha tog'am mo'ydalar? Alo. O'zining egasi yo'q. Necha puldan deyapti egasi bo'lsin? Sak. Mana bu mo'ydalarmi? Mo'ydalarmi? 800 1,5.